Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İlim Eşref kollektividagi aziz qarindoshlar. Allohning barliq yaxshiliklari hammamizga bo'lsin. Qarindoshlar, hammamizga ma'lum bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq Uyg'urlarga vakillik qilish xarakteridagi vatan da'vosi ustida keng xalq ommasi ko'nglidagi mustaqillik orzusi bilan yana bir qism avtonomiya orzusidagi kishilarning da'vat talash tortishlari masalasida Dunyo Uyg'ur qurultiyining zodi qaysi yo'linishda da'vo ilib berayotganligini aniq bilish va cho'nqur tushuncha hosil qilish, shu orqali vatan da'vosidagi to'g'ri maqsaddagi yo'linishga yaqindan yordamda bo'lish, mustaqillik ideyasidan chatnagan va da'voda xatolashgan taraflar bo'lsa, uningga samimiy tuzitish berish, shundaqla da'vo yo'lida bir niyat bir maqsadga birlik kelgan kuchlik bir qo'shin barpo qilish maqsadida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandim va uningga muqim a'zo bo'lgan bir necha qurultay xizmatchilari bilan naq maydon suhbat o'rlashtirdik. Shuningdek, muhim masalalar ustida savol-javoblik suhbat o'tkazdik. Tövəndə məzkur yığınның xulasi doklati sübtida hay'atlar kollektivimizning muzokara qilishidan o'tgandan keyingi xulasi doklatimizni keng mashrab a'zolarimizga sunmoqchimiz. Birinchi, bizning suhbat o'tkazishimizga asosiy sabab bo'lgan Uyg'urlarning indigenous people kategoriyasiga kirib kirish masalasi ustida bizning kaskin javobimiz shuki, biz indigenous people'ga kirishni qat'iy rad qilamiz. Uningga a'zo bo'lishni asla xohlamaymiz. Ikkinchi, bizning ilm mashrab kollektivimizning da'vo muddaoyimiz mustaqillik. Biz adoqcha bu yo'limizdan qaytmaymiz. Ham kurash nishonimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Uchinchi, biz hech kimga tava tashkilot emas. Vatan da'vosi yo'lida to'g'ri yo'linishda bo'lgan barliq tashkilotlar bilan Xitoyga qarshi kurashda murimizni murisiga taraf hamkorlashimiz. Navbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi biz bilan o'tkazgan suhbatga xabar ishlab, xabarida bizni o'ziga tava bir tashkilot sifatida bayonot e'lon qildi. Bu masalaga biz Dunyo Uyg'ur qurultiyiga tava tashkilot emasligimizni alohida eskartdik. Shuningdek, bundaq nazik masalalarga qarata qurultay yetakchilarining o'ziga tava bo'lmagan g'ayriy tashkilotlarni shu mazkur tashkilotning ma'qulligini olmay turib o'ziga tava qilib olmasligini alohida tavsiya qilamiz. 4. Biz navbatda o'tkazgan savol-javoblik suhbatda bizga berilgan javoblarda to'liq qanoat hosil qilmagan mazmunlar mavjud. Shunga kollektivimizga bu nuqtalarga betaraf bo'lib turganligimizni bildiramiz. 5. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan uyushtirilgan Xitoyning elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi ustidan naq maydon guvohlik berish dunyoviy siyosiy sahnalarda alohida o'rin olgan yetakchi advokatlar guruhidan tashkillangan Xitoydan iborat bu nijis fashistni dunyo jamoatchiligiga pash qilish, dunyo xalqining Xitoyga bo'lgan o'chmanligini qo'zg'ash maqsadida uyushtirilgan xizmatiga $25,000 yordam qilgan edik. Shuningdek, bu iqtisodning kelish manbasining ayrim sondagi vatan-suyar qarindoshlarimizning samimiy saxovat qo'llarining sunilishidan kelgan iqtisod ekanligidan men mashrab raisi bo'lish sifatim bilan ayni vaqtda tushuncha bergan edim. Buni qayta tilga ilishim Xitoy hokimiyati bu masala ustida o'zining ishki qismidagi yuqori amaldorlari yig'inida bu sud kollegiyasining chiqargan hukmiga qattiq norozi ekanligini, shuningdek intayin azobliq inirg'anligini namoyon qildi. Qarindoshlar, mana bu xizmatning amaliy natijasi. Men shu munosabat bilan shu halqiliq vaqtda bu to'g'ri faoliyatni qo'llab iqtisodiy yordam qilgan qarindoshlarimga kollektivimiz nomidan yana bir qitim
samimiy rahmat aytaman. Shundoq, qarindoshlar, vatan bizning, azob chekayotgan xalq bizning, xo'rlanayotgan ruh bizning. Har vaqt azob tashvishlarda chirib ketayotgan jasad bizning. Shunga biz quruq so'zni oz qilib amaliy ish qilaylik. Dunyo siyosiy masalalariga diqqatimizni beraylik va sezgir bo'laylik. Vatanimizning hurligi uchun jasurona qadamlar bilan ilgirlaylik. O'zimizga ishonaylik. Mashrab kollektivimizning samimiyatiga ishonaylik. Ko'pchilikka rahmat. Hurmat bilan Ilm Mashribi Vahbiy Hay'atlar Birligi. 2022 yil 1-oyning 17-kuni.